Hop, bizda hozir kartalar haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, hop, chet el valyutalarni boshqarish bo'yicha Visa kartamiz, Visa Gold, Visa Classic kartalarimiz bor. Hop, keyin undan tashqari bu kartalar dollarda ishlaydi, bankomatdan ham pul yetsa bo'ladi. Undan tashqari hop, bizda pensionerlarimiz uchun pensiya kartalarimiz bor. Endi oddiy UzCard humo kartalarimiz bor. O 1% dan bankomatlarda, hozir bankomatlarimiz UzCard humo tanlamaydigan bo'lib ketgan, hammasini yechaveradi. Undan tashqari hozir bizda mahalla bankirlarimiz tomonidan ish olib borilyapti. Har bitta mahallada agent xodimimiz bor. Misol bizga biriktirilgan mahallalarda bank bilan mijozlar o'rtasidagi aloqani tiklash, ya'ni to'g'ri natijalarga erishishimiz uchun komanda tuzilgan. Shu rahbariyat tomonidan shu komanda ishlayapti hozir. Bankdan qanaqa yordam, misol uchun tadbirkorlik boshlash uchun, yo bo'lmasam chet eldan tushgan pullar, misol uyda shundoq turgan pullar bo'lsa, misol bekor ishlamasdan turgan pullar bo'lsa, bizda omonatlarimiz bor, pulingiz ko'payib turadi, ishonchli, qachon kelib topilib qanaqa qilsa, olib ketsa bo'ladi u pulni. Oyma-oy o'sha qo'shayotgan foizini ustiga qo'shib, yo bo'lmasam oldin qo'ygan pulingiz ustiga yana pul qo'shib turib, daromadingizni ko'paytirib olsa ham bo'laveradi. Hop, endi plastik kartalarga qaytadigan bo'lsa, yana plastik kartalar endi hozir hammamiz raqamli